Sevara Abdullayevna, ko'pchilikni shunaqa fikri bor. Bitta tuqqandan keyin spiral qo'ydirishmaydi qaynonalari. Negaki, keyingi farzandlarni tug'a olmaysan, ya'ni senda bepushtlik, homiladorlik kuzatilmaydi degan fikr bor. Bu qanchalik to'g'ri? Spiral to'g'ri aytgan qaynonalar deb o'ylayman. Chunki o'zim bepushtlik bilan 15 yildan beri shug'ullanayotgan bo'lsam, Alloh izni bilan ko'pchilik oilalarga yordam berganman, sababchi qilgan Allohim. Spiral ayniqsa tavsiya qilmayman. Bepushtlik bilan qiynalib yurgan, oldim kelishadi, 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yilda zo'rg'a homilador bo'lishadi. Voy farzandni katta qilish juda ham qiyin ekan, Sevara Abdulla, menga spiral qo'yib qo'ying, men 2 yildan keyin tug'aman deb men aytaman. Voy, yig'lab yuruvding, kelganingda 4 yil, 3 yil bo'yingda bo'lmadi, nima spiral qo'ydasan? Spiral yot narsa bachadon ichida turgandan keyin u har doim shamollar chaqirishni boshlaydi va albatta vaqtida ayollarimiz ko'rinmaydi, ginekologga mazok topshirishmaydi, bu shamollash bilan yuraverishadi va endometriy qavatida shamollash bo'lgandan keyin turbalarga o'tib ketishi mumkin, salpingit bo'lishi mumkin va yopilishiga sabab bo'lishi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun sizlarda bepushtlik bilan qiynaldinglar, sizlar misol uchun farzandli bo'ldinglar, tug'dinglar, qiynalib tug'dinglar, uni qiynalib aslo o'stirish spiral qo'ydirmanglar. Boshqa yo'llari ham bor hozirgi kunda zamonaviy. Yokida kesrovidan keyin mana yaqinda shunaqa holat bo'ldi. Kesrovi bo'lganlar 3 oydan keyin spiral qo'yib qo'yishgan. Birinchidan, kesrovidan keyin 8 oydan keyin, 1 yildan keyin biz tavsiya qilamiz. Kesrova bu operatsiya, bu katta operatsiya. Tashqi tomoni bitgan bo'lsa, ichki qavati bitishi 6 oyda, 8 oyda bitishi mumkin. Har bitta ayolni individual tanasi o'sha bitish jarayoni, tushunyapsizlarmi? Qo'yib qo'ygan, kelyaptilar, kuchli og'riq Sevara Abdullayevna menda. Emizasam, emizaman, hayzim kelmaydi. Hayzi kelmay turib spiral qo'yishgan kesrova ayolga 3 oydan keyin. Biz o'zi qilamiz, mana shunaqa video ham chiqarganman Instagramimda. O'sha spiralni o'zi miometrik bachadonni o'sha muskul qavatda teshib o'tgan, sal qolgan o'sha sidik pufagiga kirib ketishiga. Keyin biz uni gastroskopiya qilib oldik. Allohga shukr teshib o'tmagan ekan, agar teshsa uni biz tikib aniq qilamiz dedik, yo'q bo'lmadi. Keyin men ularga tushuntirdim. Kesrovada qo'yilmaydi 3 oydan keyin nimaga qo'ydirdingiz deb ularga ancha tushuntirishlarini olib bordim, sabablarini tushuntirdim. Chunki spiral qo'ygandan keyin u misol uchun og'ir ish qilsanglar yoki emizsanglar u harakatchan, bo'shliq bo'ladi-yu bachadon, harakatlanib kirib ketish ehtimoli juda ham ko'p. Chunki 3 oyda mana tuqqan bachadoni juda yumshoq bo'lgan, spiral esa kirib ketishga moyilligi bo'lgan. Tushunyapsizlarmi tez? Shuning uchun hali tiklanmagan bo'lgan bachadoni ham yaxshi qisqarmagan, lekin spiral qo'yib qo'yishgan. Bu eng xato. Shunaqa yana sizlarga misol keltiraman. Spiral bilan kelgan bir ayol 5 oydan beri sistit bilan kasallanadi. Spiralni olib tashladim dedilar, lekin to'xtamadi. Urologga bordim, urologda oladilar, bir qancha analizlar ko'rsatdilar menga. Uzilar ham, buyruqlar ham, hamma faqat antibiotik olib charchab ketdim. Bitta yo'lini qiling dedilar. Keyin men hayron bo'ldim. Hamma joy yaxshi, shamollash chiqqan, spiral yo'q, bachadonchi yaxshi, lekin mazoklari, sidiklari yomon chiqavergan, bakteriya leykozit. Keyin men aytdimki, bu bemorga men bitta o'zim uzi qilib ko'ray dedim. Keyin uziga kirdikda mochova puzurini shunda uzi qilsa, mochova puzurini uzi qilib bering menga. Shunda datchikka qo'ysak, o'sha anaqa CD pufagida, o'sha CD pufagini uzi qilayotganmiz, ichida spiral aniqlandi. Yaltillab turibdi. U teshib kirib o'tib ketgan. Va uni ko'rsatdim, videolar qildim, o'ziga ko'rsatdim. Buni albatta urologiya sentriga jo'natib, sistoskopiya qilib olindi. O'shandan keyin yana ikkita kurs lecheniya oldilar, rahmat etib ketdilar. Ko'rasizlarmi? Shunaqa holatlar bo'ladi, teshib o'tib ketishi mumkin. Ba'zi hollarda qorin bo'shlig'idan ham topishingiz mumkin. Bir xil og'riq deydi, yering chiqadi, qayerdandir teshib chiqadi. Uzi qilamiz, yaxshilab tekshirganimizda teri ostida ham spirallarni aniqlashimiz mumkin. Shuning uchun spiral qo'yishdan oldin albatta lecheniyalar olish kerak, mazok topshirish kerak, pap mazok topshirish kerak. Tug'ruqdan keyin 6-8 oydan keyin biz tavsiya qilamiz. Chunki bachadon to'liq qisqarmagan bo'ladi va juda ham yumshoq bo'ladi. U muskul qavatidan iborat bo'ladi. 9 oy u bolani ko'tarib yurgan bo'ladi. O'ziga kelish uchun 6 oy, 8 oy kamida kerak bo'ladi. Shuning uchun qaynonalarimizga bu fikrlarga juda ham qo'shilaman. Spiral qo'yishga oshiqish kerak emas. Shuning uchun hozir zamonaviy implanon,
chiqqan, kalsiollar chiqqan har xil, teri ostiga implantlar chiqqan, shunaqalarni tavsiya qilsak bo'ladi. Yokida gormonal preparatlar agar 10 martadan kun davomida emizayotgan bo'lsangiz, Laksinet degan gormon bor. U juda ham ichida kichkina gormon o'ziga saqlaydi. Undan semirib ketmaysizlar, uni uzluksiz ichiladi. Lekin ko'proq emizishingiz kerak. Agar kam emizib qo'ysanglar, qo'shimchalar bersanglar, Laksinet ichsanglar, sizlar baribir 2 qat bo'lib qolishingiz mumkin. Chunki bu Laksinet ichida juda ham kam dozirovka gormon. U sizlarni blok qilmaydi ovulyatsiyalar. U kamroq emizsanglar ishlab ketishi mumkin. Chunki o'sha emizayotganinglar sari laktatsionniy aminoriya deydi. Hayz kelmaydi, u ham sizni homiladan saqlaydi. Shuning uchun spiral qo'yishdan oldin albatta ginekolog tavsiyasi kerak. Sizga to'g'ri keladi, mos kelmaydimi? Kesarova bo'lgan bo'lsangiz, choklaringiz qanaqa bitgan? Ichkaridan ko'ramiz, ustidan ko'ramiz. Ligaturka yo'qmi, yiring yo'qmi? Shunaqa даже holatlar kelganki, mana yaqinda 2 qat ayol kelyaptilar, kesarova bo'lganlar 1 yil oldin, 2 qatli kuchli og'riq chok sohasida. Bizda chok sohasiga uzi qilyapmiz, suyuqlik yig'ilgan. Shunaqa suyuqlik ko'p yig'ilganki, 21 haftalik homiladorlik. Keyin Alloh kam uchraydigan holat. Keyin men ularni lecheniyaga oldim. Har 10 kunda lecheniya qilib, 2 hafta 20 kun lecheniya qilib kamaydi, tek tugi bilan so'rilib og'riqlari ham kamaydi. Tushunasizlarmi? Men uzida ba'zida qilinadi, tug'ruqdan keyin zo'r turibdi chokingiz, zo'r turibdi chokingiz deydi. Lekin bu 100% narsa emas. Masalan, ultratovush ham kerak, lekin 100% zaключение bermaydi. Bu sizning holatingizga bog'liq. Immunitet tushib ketsa, sidingizda bakteriya bo'lsa, mazokingiz yaxshi chiqmasa, hadeb shamollab ursangiz, o'sha chokda qanaqadir bakteriya tushib, rivojlangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta sizlarga tavsiyam, har qanday og'riq bo'ldimi, spiral qo'ydirmoqchimisizlar yoki spiraldan keyin og'riq bo'ldi, ko'p qon ketdimi, ginekolog ko'rigiga boring. O'zi qon to'xtaydi, o'zi shunaqa bo'ladi, o'rnashyapti, yo'q yaxshi degan fikr yo'q. U teshib o'tishi ham mumkin. Yo'q u ekspulsiya bo'lib tushib qolishi ham mumkin, qon ketyapti. Yo'q u sizlarda qanaqadir infeksiya chaqirishi mumkin shu spiral. Spiral ba'zi hayz sikl buzilishi natijasida sistit chaqiradi va tuxumdan kistalariga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun spiral qo'yishdan oldin albatta ginekolog ko'rik kerak. Agar sizga shunaqa tavsiyalar, sizga to'g'ri spiral tanlash kerak bo'lsa, sizga qanaqa kontratsepsiya tanlash kerak bo'lsa, bemalol ko'rigimga kelishingiz mumkin. Birgalikda tekshiruvlardan o'tib, sizlarga kerakli kontratsepsiya yo'llarini tanlab beraman.